obunachilar, bugun biz mana do'stim bilan bugun Bo'mish hayoti birinchi qismini olamiz. Qani bu do'stim salomlashib qo'y. Hammaga salom do'stlar va men Infinix. Bugungi video Bo'mish video bo'ladi. Va 10 ta like bersizlar, bu videoni chiqardik. Qani endi o'zing gapir. Videoni boshladik bilanchilar. Bugun biza maqsad nima desanglar, mana butulka qog'oz yig'ib, mana sotuvchilarga sotamiz va bizga ular pul beradi. Qani unda boshladik. Butulkalar kammi? O, mana butulka topdim. Ikkita bor. Vo'mayo. Qatga topshiradilar. Ana shu yerda bitta sotuvchi bor. Daraxt oluvchi. Daraxt oluvchiga daraxt berasan, senga olmos yoki temir beradi. What the fuck? Butulkalarni. Bolalar bosib obuna bo'linglar, kanal rivoji uchun bolalar padisha qilib turinglar. Iltimos sizlardan Yangi kanal. kommentda ham portlatib yuboringlar, iltimos Like sizlardan. bosib ketinglar do'stlar. Iltimos bolalar. Boshqasini olmadim bolalar. Qani endi Biz ovqat topa olamizmi? sotib olamiz. Pulimiz bo'lsa. Mana 14 dona butulka. Menda 20 ta bo'ldi. Bolalar bilanchilar bu qornim och. 14 tasiga nechta olaman? 14 tasiga men bilmasam, o'zidan so'rash kerak. Voy sotuvchi, 14 taga butulka nechta? Har ikkitasiga 4 ta tayyordan. O, rahmat. O, bolalar bizni qishloq rivojlanib ketibdimi? Bolalar hozir bizni jiterni nimasini o'g'irlaymiz nima deydi? Bolalar qismi qo'ymaslik kerak. Nima o'ylayapsan? Sekinroq gapir. Bo'ldi. Do'stim qochish kerak bu yerdan. Do'stim qochish kerak. Ikaylik bilib qolishadi. Ridishga ol do'stim. Men shularni tashlab olaman. Men uyga ketdik. Mana bu olgan narsalarimizni bersak pul beradi. Hozir. Men uyda bo'lsa ketdik. Hozir. Voy, qornim mos qoldi. To'xtang, bitta daraxt sotib olay. Butulkalarni topshiray. Har ikkitasiga 4 Xo'sh, Jitel. 4 ta daraxtga qancha temir berasan? 4 ta daraxtga 8 ta temir. Mayli, mana. Ol. Rahmat. Okey, bolalar, mana 8 tagina temir oldim, nima qilib bo'lsam. Xo'sh, Jitel, 4 ta qog'ozga nechta? Oltin berasan. 12 ta. O, rahmat, mana unda ol. Do'stim, bir stak bo'lar ekan. Nima? Butulka. Temirmi? Da. Mana. Bu qancha bo'ladi? 32 ta olmos. Olmos? Конечно. Temirda o'rniga olmos olay. Nechta bo'ladi? Bilmasam. Bir stak. Tak. Kim bor? Hoy, sotuvchi. Menga baliq ber. Xo'p. Necha pul bo'ladi bu? Unda men 10 ta olaman. Mana 8 ta temir esa kerak mana. Oling. Voy. Mana. Do'stim, baliq yeysanmi? Temirlaysiz. Ber. Hozir yeylik.
O'zi qornim och edi. Mana avval do'stim. Men unda ketdim. Uyga bir kelib chiqay. Bu nima? Gul oluvchi. Do'stim bu yoqqa gul olaylik. Hozir. Gul oluvchi bor ekan bu yerda. Men uyga borib kelaylik. Hozir. Men bu yoqni topshiraylik. Hoy qishloqi. Ha, nima deysan? Bitta gul necha temir turadi? Bitta. Uyda shuncha qog'oz bor ekan, do'stim. 13, 14 ta, 15, 16 ta mana. 16 ta temir berasan menga. Kompotniyda shuncha qog'oz, do'stim. Bu yoqqa kel. Hozir mana unga narsalar sotib yuboray. Vallahi like bosinglar, iltimos sizlardan pardish yaqib turinglar. Kommentni portlatib tashlaylar, vallahi iltimos sizlardan. Mana avval Do'stim, kirka kerak. Kirka menda yo'q-da. Unda 16 tagina temir olyapman. Jitel. Men 16 oldim. Ha, mana beradi. Okay. Voy, qog'oz. Qishlog'imiz rivojlanib ketgan buni qaranglar. Qani merdi uyga boraylik. Men hozir kompotniyni o'marib chiqyapman. Yo'qa keldi. Tak, mer. Tak. Ha, kiraveringlar. Eshityapti do'stim. Assalomu alaykum mer. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizga bug'doy olib keldik. Men sizga mana ekin olib keldim. 12 ta. Mana mer hozir mana oling. Mana men Nechta olmasalaylik? 8 tagina. Arqayimizga 8 tayammi? Ha. Voy, buni uka. Mer bizni urishmoqchi. Chiqinglar qani uydan. Bo'ldi, men ketdik. Ketdik do'stim, ketdik. Zombilar talamasin, ketdik. Hozir Yugurib borish kerak uyga. qochay, yidi. Voy, kerak do'stim. skelet keldi, skelet. Bu otdi. Skalet keldi, skalet. Uyga kel do'stim, uyga. Bol. Vallahi bumiz videosini ikkinchi qismi chiqadi. Agar sizlar Do'stim qara, o'zimga ko'rpa sotib oldim. Qani? Mana. Voy. Yotishimda qara mana mazza qilib. Menda ko'rpa yo'q. Do'stim, pulimiz bo'ldi. Endi kirka shaxtaga tushmaymizmi? Kirka olaylik. Tushaveramiz. Menda 11 ta qog'oz bor. Nechta olmaz bo'ladi? 11 ta qog'oz. Bilmasam, Jiteldan so'rab ko'r. Sotuvchi, 11 ta qog'oz nechta olmos bo'ladi? Olmos bo'lmaydi, oltin bo'ladi. 7 ta oltin. Voy. Bola akrobatik yoniga borib ko'ramiz qani bu. Mana hop. Hoy Jitel, mana bu orqani yurib bersam necha stak olmos bo'ladi? 1 ta olmos. Mayli, unda mana yurib beraman qara. U nimadan yuryapsan? Necha pul berar ekan? 1 stak olmos. Jitel, 10 ta oltin bersang chiqarmaysanmi? Men kambag'alman-da. Mana Jitel. Bir safar. Mana Jitel, rahmat. Mana Jitel, pulingni ol. Oltinim. Mana o'zimchani ham qo'shib oldim men. Mana ikkimizga. Mana balanddan tashlaysan. Unda oldim mana Jitel 1 stak olmos. Men hozir yuray. Mayli, ketaveringlar. Mayli, men ketdim. Axir Jitel, men yurmadim. Hozir yurayman. Do'stim, men pullarni uyga tashlab qaytaman. O'marishadi. O'marishmaydi.
yetib sakrab tez yugurib o'tdim. Sal qo'shib ber. Mayli, 5 ta ovoz qo'shib beraman. O, rahmat. Endi bolalar obunachilar mana olsam bo'ladi. Ekinimizga qaraveramiz. Yetil mana oldim, rahmat. Let's go. Bor ketaveringlar. Do'stim, menda shuncha pul. Bolalar obunachilar, hammaga xayr. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib obuna bo'lib ketinglar, iltimos Like bosib sizlardan. obuna bo'lib ketinglar. Iltimos bolalar. Unda hammaga xayr. Sentabrgacha birga bo'laylik. Iltimos sizlardan obunachilar. Unda hammaga xayr. Xayr.